Sarvar bu yoqqa. Kecha ne trenirovkada yo'q eding? Kimishda bo'ladim. Shunga ketib qoldingmi? Nima shuncha bola kutdi, sen ketib qolding? Qayerga bording? Uyga. Men alding uyga bormagansan. Qayerga bording deyapman. Uyga siz rostmi? Aldama, kompyuterga borgansan. Qanaqa jazolaysiz seni? Xohlagan ishsiz. Biror joyingga tur, keyin gaplashaman. Yaxshi, bolalar, ochamiz shpagatlarni yaxshilab. O'zim ochsam yomon bo'ladi, lekin o'zingizlar harakat qilinglar. Bugun ozgina bolalarni rastashkalarini ochib, shpagatlarni sal joyiga qo'yamiz. Tur seni. Bakki. Qanaqa ish qilding, aytib qo'y. Ha? Ketib qoldi. Ha, trener kutmay ketib qolgansan, to'g'rimi? Trener 10 minut kech qolgan, hamma bola kutgan. Sen nima qilgansan? Ketib qolgansan. Ayb kimda? 1 soat kech qolsam ham kutib o'tirishing kerak, tushundingmi? Men sabablarga, ma'lum bir sabablarga ko'ra kech qolganman zalga. Tushundingmi? To'g'rimi? Ayb kimda? Menda. Yot. Qaqa, nariyoqqa qarab. Hey. Bundoq aylanib yotgin. Ha? Yana aylan, yana aylan. Ha, o udobniy bo'lsin-da. Yana bitta bor. Tur o'rningni. Nima deyish kerak? Aka. Qattiq ayt. Rahmat so'rab aka. Yana ketib qolasanmi? Yo'q. Yana bir marta ketib qolsang, men palkani ko'rasan, men shu bu kallang ko'rib ikkiga bo'laman. Tushundingmi? Bor yo'qol.